kunduzi bilan hamma ishlarni qilib kechga borib vohli ketaman degan paytinglarda qanaqadir ish chiqib qoladimi? Bizda ham xuddi shunaqasi bo'ldi-da. Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilarimiz. Ko'rishingiz mumkin, bizga Xitoydan yangi mollarimizga kelgan. Xitoydan bearmon o'zi ham kiplarimizga kelgan ekan. Anchadan beri to'planib hammasi zapas pressi bilan keldi-da. O'zi ham bularni ko'rib o'zimizning ko'zimiz to'rtta bo'lib ketdi-da. Bularni qachon tugatar ekanmiz, soat 10-11 gacha ishlasa kerak deb o'ylagan edik, lekin kollektiv bilan birgalikda, jamoa bilan birgalikda ishlaganimiz uchun 2 soat ichida hamma mollarni taqratib, hammasini yoyib, kiplardan chiqarib, ochib, taxlab, chiroyli akkuratni qilib qo'ydik, lekin magazinimizda umuman bo'sh joy qolmadi. Ertaga qanaqa ishlar ekanimiz bilmadik, lekin hamma tovarlarimizni ko'zni quvnatadigan kачество прям super. Kalitiya desanglar, kalitiya va объем desanglar, объем, dona, optim hammasidan bor aziz obunachilar. Bularimizni hammasini rasmga olishga umuman vaqtimiz yetmadi. O'zimiz ham shunaqa charchagan edik. Bularimizni Telegram kanalimizda hammasining narxi, razmerlari yozilgan. Biz sizlarni kutib qolamiz.